Qarindoshlar, bizningki ovozga oladigan detalimiz faqatla qarindoshlar, bizning ovozga oladigan detalimiz faqatla 10 minut ekronni singa oladigan, ekronni singa oladigan detalimiz faqat 10 minutlam ishlaganlik uchun 10 minut uzilib ketib qoldi. Biz kelgan yerdan davomlashtiraveraylik. Yana biz so'zlab kelgandik. Yana shift knopkasi bu. Endi ba'zi kompyuter knopka taxtalarda shift manodek manda xat yozilgan holatda bo'ldi. Shift deb yoki stilki belgislan bo'ldi. Undaqda biz gapimiz kelsak, biz o harfni cho'ng yozish uchun shu shift knopkasini besib turib, A knopkasini bassak, xatimiz cho'ngaydi. Cho'ng harf bilan boshlandi. Biz notepadni ochdik. Endi uni cho'ng yozish uchun shiftni besib turib A'ni bassam cho'ng A chiqdi. Shiftni besib turib U'ni bassam cho'ng U chiqdi. Endi R, U, M, Ch. Urumchi. Qandaq birinchi harfi cho'ng chiqdi. Shiftni bosdik, astiga tushdik. Enterni bosdik. Endi biz bu xatlarning hammani cho'ng qilish uchun o'xshashlam shiftni besib turib urumchining hamma harflarini bassaqmi xatlar cho'ng chiqadi. Yoki hani yutib turaylik. Bo'lmasa bu qilib tursin. Biz enter deb ostiga uchib turaylik. Shiftni besib turib qandaq harflarni bir bassaq, harflar cho'ng chiqdi yoki knopka taxtamizdagi Mao caps lock. Mao knopkani bir besib o'tgandan keyin harflarni bassaqmi cho'ng bo'ldi. Vaqtda faqat birli besitimiz besib turishning hojati yo'q. Birli besib o'tgandan keyin urumchining harflarini bassaq bo'ldi. Undaqda biz bu yerga shu caps lockni bosdim mana besib o'tgandan keyin urumchi. Qandaq hammasi cho'ng harfda chiqdi. Endi biz buni yozib bo'ldik. Endi buning ostiga enter deb turib, qandaq bu yerga bir jumla yozib boqaylik. Ya'ni men bugun urumchiga boraman deb yozaylik. Men qandaq cho'ng chiqdi. Nimishqa biz caps lockni besib o'tgan bo'yatdim. Endi shu caps lockni yana bir besib o'tgandan keyin bugunni bassaqchi bular kichik holatga qaytdi. Ya'ni xatlar kichik holatdan boshlangan holatga keldi. Biz buni hammasini kichik holatda boshlangan holatda qilaylik. Men bugun urumchiga boraman desak, urumchiga boraman dedik. Boraman degandan keyin unda holatda chiqdi, kichik harf bilan boshlandi hammasi. Endi biz buni o'chirib turaylik yoki men deb mandaq yozaylik. Yazdik, interni besatdik. Qandaq hammasi kichik harfda boshlandi. Endi biz beshidagi birinchi harfni cho'ng qolganini kichik boqaylik. Shiftni bosdik, sen shunday shiftni besib, seni yozib, andan shiftni qo'yib o'tib, ani yozdik. Sen ata nima qilsa deb yozib boqaylik. Ata nima qilasan dedik. Degandan keyin bular yozildi-ku. Endi biz caps lockni bosdik, birli besib o'tdik. Endi harflarni besib boshladik. S, A, N, A, T, A. Shunaqa, A, T, A. Ata bo'ldi. Boshliqni bosdik. Boshliq knopkasi qaysi deganida qaranglar. Boshliq knopkasi Mao. Qaranglar. Buni bosdik. Boshliq knopkasi uzun turgan shu boshliq knopkasi. Bu harf bilan harfning oraliqiga yoki so'z bilan so'zning oraliqiga nima chiqib berdi? Bo'sh o'rin qo'yib berdi.
Undaqda biz ashuni bosgandan keyin bo'shliq keldi. Mana bastım boshliqni mana ketaverdi. Endi deleti qaytdi. Nima ish qilasan? Nima ish qilasan? Qilasan dedik. Ayop qoldi. Deletini bastım yuyildi. Neni bastık? Endi asta uçaylı. Yeni bir intervyu süteyli. Asta uçup kessin. Endi biz bunu gün olduk. Endi biz qaranglar, Ctrl-ni besib turib, A'ni bassak nima ish bo'ldi ekan? Ctrl knopkasi mava, Ctrl knopkasi mava. Sol taraf eng ostida. A knopkasi mava. Ctrl-ni bir barmoqimizda, A'ni bir barmoqimizda basamiz. Undaqda biz ashuni basayli. Ya'ni Ctrl bastım bir barmoqimda, A'ni bastım bir barmoqimda. Nima ish qildi? Ctrl-ni besib, yana bir barmoqimda A'ni basgan vaqtimda biz yozgan shu bet yuzdagi hamma xatlarni bo'yab berdi. Biz delete'ni bossak yo'qolib ketdi. Ctrl-ni besib turib, Z'ni bassak qaytib keldi. Endi bu chiqib bo'lgandan keyin biz nima degandik degan vaqtida Ctrl-ni besib turib, bir barmoqimizda qo'yib o'tmasdan, yana bir barmoqimizda A'ni besib o'tsak, shu betdagi hamma narsani bo'yab berdiganligini, bo'yab tanlab berdiganligini ko'rib oldik. Endi Ctrl-ni besib turib, Z'ni bassaqchi, delete'ni besib o'tgandan keyin hamma yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketgandan keyin Ctrl Z'ni bassaq, yo'qolib ketgan narsamiz qaytib keldi. Ya'ni orqamizdagi bosqichga yandiq, shuni degandik. Ya'ni Ctrl A hemen tanladı, delete. Büyüvetti, delete'ni bassak. Ctrl-ni besib, Z'ni bassak, hemen ekepedi. Endi biz o'ng'a bosilgan knopkani besib o'tdik. Mag'lubiyat bo'ldi. Buni ko'rib oldik. Endi bizningki bu ikkinchi gorizontalda sizlar ko'rsatib turibdi. Knopka taxtamizning ikkinchi qurida bu yerda ko'raldinglarmi? Birdan tortib 0. Mushalargacha bo'lgan ma'la. Birinchi qur, ikkinchi qura. Mushalar qarasanglar, masalan, 1da 1 degan sondan boshqa undash belgisi, cho'ng kichik belgisi 2, 2da belgi. Mushlar turdi-ku. Undaqda biz shu yerdagi 1 deganni bosayman. 1 deganni bosaya. Sizlar qarasanglar, yerda shu 1ni bosdim. Bunda chiqdi-ku. Endi Shift'ni besib turib, men shu 1ni bosdim, onda chiqdi. Endi Alt G'ni besib turib, shu 1ni bossam-chi, belgi chiqdi. Endi Alt G qaysi degan vaqtida qarasanglar, Alt G yerda bo'shliqniki naq yinida Alt G. Buni ko'ramagan bo'lsanglar, Alt G deganimiz bu yozmabdi, mana chiqamabdi. Undasa bilib oldik, mush Alt G. Mana besib turib, mana bassak, ostidagi belgini chiqarib berdi. Shift'ni besib turib, mush 1ni bassak, ustidagini chiqarib berdi. Shu bo'yicha biz ma'lonimizni sinab boqaylik. Unda bo'lsa, qaranglar, ikkinchi qurdagi narsalarni qanday chiqarish, shuni ko'ratamiz. Menga bo'shliq knopkasini besib bo'shliq tashildik. Endi men Shift'ni bosdim, 2 deganni bosdim. Beshida ishmi bosmay 2 deganni bosdim. Shu ikkinchisi qurdiki. Bunda 2 chiqdi. Shift'ni besib turib, shu 2 knopkasini bossam, tepadagi belgi chiqdi. Ya'ni mana belgi. Belgi 2 deganni bevosita bossam 2 chiqdi. Shift'ni besib turib, mush 2 knopkasini bossam belgi chiqdi. Endi Alt G. Buni besib turib, mush 2 deganni besib boqay, belgi chiqamdi, chiqmamdi. Qaranglar. Masalan, Alt G. Buni bosdim, 2 deganni bosdim, belgi chiqdi. Ko'rdikmi? Endi qaranglar, 3-sinib turdi. turdi. Endi buni ko'rib oldik biz, deb yurishning hojati yo'q. Mushlarning hammasiga o'rtaq. Ya'ni 3 deganni mushlarni bossam, 3 degan son chiqadi. Shift'ni besib turib, 3 degan knopkani bossam, ya'ni Shift'ni qo'yib o'tmaymiz,